Qadrdonlar 1 kvadrat metrini bor yo'g'i 7 million so'mdan tayyor patkoch yangi novostroykadan arzon narxda kvartiralar chiqyapti. Bittada bosib oladigan joyi hozir sizlar bilan 68 metr kvadrat kattalikda joylashgan 3 xonali patkoch kvartirani ko'rib chiqamiz. Bu asosiy podyezddan ichidan kiruvchilar keng katta hol xonalar ketma-ket joylashgan bo'pti. O'ng tarafda birinchi xonamiz bu bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani ko'rishimiz mumkin. O'zini balkon qismiga ega. Remontlarni qaranglar, tayyor holatda kelasiz. Navbatdagi xonamiz ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Bu xonamizdan balkonga chiqsanglar ham bo'ladi. Pastda qaranglar, bolalar o'yingohlari, oilaviy dam olish joylari, katta bisetkada joylashgan bo'pti. Navbatdagi xonamizni ko'radigan bo'lsak, bu kattagina keng yorqin zal mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. O'zida ko'chaga qaragan oynalari bor. Xo'p, yo'lga qo'yilganimizda alohida sanzura, razdelniy tumanovkada joylashgan bo'ldi. Hojatxona joylashgan bo'lsin, yonginasida vanna xonamizni ko'rishimiz mumkin. Akkuratniy holatda. Eng oxirgi xonamiz ayollarimiz uchun mo'ljallangan oshxona. Shundoqqina gaz plitani tekinga qo'shib berilyapti. Eng muhimi havosi eng toza joylarda atmosferani qaranglar. Yangi novostroykadan 52 kvadratdan 72 kvadratga joylashgan bo'ldi. 2 xona deysizlarmi, 3 xona deysizlarmi, tayyor holatda kelasizlar yashaysizlar remontlari bilan. 1 kvadrat metrini 7 million so'mdan 7 million 500 ming so'mgacha bo'ldi. Etajga qarab narxlari o'zgaradi. Batafsil ma'lumot pastdagi raqamlarda.